Germaniya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Marina Adibar Sharq Turkistondagi vaziyatning o'zlarini andishiga solganligi va Tashqi ishlar ministrligi Xeyko Maasning yakshanba kunidagi Xitoy ziyoratida bu andishlarni Xitoy doiralariga yetkazganligini bildirdi. Shuning bilan birga Germaniya bilan Xitoy orasida bu yilning dekabr oyida kishilik huquq dialog yig'ini o'tkazilishi mo'ljallanmoqda. Xitoyning Uyg'urlar ustidagi bostirish to'lqinlarida kitob, gazet, jurnal va nashriyotlar zarbaga uchrashga boshladi. Nashriyat mas'ullari tutib ketildi. Egilinishicha, Qashqar Uyg'ur nashriyotining asosiy mas'ullaridan sobiq bosh muharrir Abduz Umar va Osman Zonun o'tgan yili tutilib ketgan edi. Nashriyatning muavin boshlig'i Ablajon Seyitning bir necha kun burun tutilganligi o'ttirg'a chiqdi. Sharq Turkistonda yana bir akademik tutildi. İjtimoiy Fanlar Akademiyasi Til institutining muavin boshlig'i G'ayrat Abdurahmonning O'txo'r Jamat nomli tarjima kitobi sababli tutqun qilinganligi ma'lum. Yozuvchi va tarjimon G'ayratjon Osmon tutib ketilgandan keyin hech bir izderigi bo'lmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dunyo miqyosidagi Venesuelalik musofir va ko'chmanlar sonining 3 millionga yetganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xalqaro Ko'chmanlar Mahkamasining bayonotchisi Joel Milman Janvadagi ishxonasida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Davlatlik Ko'chmanlar idorasi va boshqa manbalarga asoslanganda Latin Amerikasi va Karib dengizi davlatlari 2 million 400 ming Venesuelalik musofir va ko'chmanlarga sohibxonlik qilyapti dedi. Afg'oniston hukumati bilan Taliban orasida Rossiyaning poytaxti Moskvada o'tkazilgan tinchlik muzokaralar haqidagi uchrashuvlar oxirlashdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Afg'onistondagi vaziyatning muqimligiga erishish, Afg'onistondagi har qaysi taraflar orasida bevosita muzokara olib berish uchun o'tkazilgan uchrashuvda qatnashuvchilarning hozirgi mexanizm ramkasi ichida uchrashuvlarni davomlashtirish haqida fikr birdakligi hosil qilganligini bildirdi. İkinci qitimliq uchrashishdan keyin taraflar vositasiz ko'rish shartlari haqidagi ixtilofni tugatdi.